Bir qarindishimiz mundaq bir savol so'ragan. Atrofimizda nurg'un kishilar islomga zid naqshi muzika qo'shmagan, ayollarni chiqarmagan asosda mazmun yaxshi bo'lgan darslarni va kompyuter bilimlari va undan boshqa islomni cheklanmagan bilimlarni tarqatish orqali YouTube'da pul tepishga boshladi. Buning islomdagi hukmi nima? İslamga zid mazmun bo'lmagan ahvol ostida kompyuter bilimlari va boshqa islomni cheklanmagan bilimlarni tarqatish orqali YouTube'da pul tepishning islomdagi hukmi joiz va mustahab. E'lon orqali kirim qilishga kelsak, aslida YouTube'dagi e'lonlar mubah tovarlarning e'lonlari bo'lgan bo'lsa, kirim cheklanmaydi. Biroq amaliyat shuki, odatda kanal egisi YouTube e'lonlarining mazmuniga to'liq chek qo'ya olmaydi. Haroq, qimor, o'sim, dinsizlik, yalang'ochlik va xristian tashviqoti degandek mazmunlarni o'z ichiga olgan e'lonlarni qisman suzib cheklagili bo'lsa-mu, yemek-ichmak, kiyim-kechak va hatto yonfun e'lonlaridami yuqoridagi harom mazmunlardan saqlanғалы bo'lmaydi. Uning ustiga ba'zi e'lonlarni ko'rguncha atlabmi ketolmaydi. E'lon cho'qim oxirgacha qo'yilish kerak. Ahvol bu ekan, YouTube e'lonlardan qilgan kirim haram yoki haram aralashgan yoki aqalli taqdirda shubhili kirim bo'ladi. Shunga bu shaklda pul tepish xiyolidan voz kechish lozim. Agar burun bilmasdan mushunda qilib kirim qilgan bo'lsa, uni muhtojlarga berib o'tish kerak. Vallohu a'lam bis-savob.